Assalomu alaykum aziz Do'polayev ko'rurmanlari, sizlar bilan yana bir qatim didorlashganimizga to'liq xursandmiz. Sehrliq pasli kuzda Olmutaga kelgan danglik ijrochimiz Ablajon Avut Ayubning Omaq Jonanim degan konsertiga bag'ishlangan bugungi press konferensiya Uyg'ur teatrida o'tkazilmoqda. Ablajon Avut Ayubga hamkorlashib bir san'at kechiligini o'tkazadigan yana bir cho'lpinimiz Hazrat Ali Muhammad Tursun. Ablajon Avut Ayub, danglik Uyg'ur musiqa ijodkori, zamonaviy hip-hop, pop, R&B stilidagi naqshlarni aytishga xumor. O'zi ishlab chiqarish va kompozitorlik bilan shug'ullanadi. Uning ustiga milliy Uyg'ur uslubidagi naqshlarni ijro qilmoqda. Mushundaq chiqirliq talanti bor yosh ijrochi o'zining sahnada bo'lgan harakatlariga yuqori darajada ahamiyat beradi. Dunyoning barliq joylarida yoqimliq bo'lgan K-pop stilida usul o'ynash va naqsha aytish ana diyorimizda hozirgi kunlarda taraqqiyot bo'lib kelmoqda. Ammo Ablajon Avut Ayub bu mazkur stilda aytishga boshlagan eng birinchi bo'lsa kerak deb hisoblashga bo'ladi. Chaqmoqda kengaygan zamonaviy naqshlar yosh o'smirlarga faqat usul o'ynash, kulka ata qilmay, ruhiy tarafdan cho'ng madad beradi. Chunki Ablajonning ijodiyati xalqimizning madaniyatiga qo'shayotgan tuhfasi intayin zo'r. Axloq, farosat, aql va adablikni o'rgatadigan naqshlar, jo'shqin usullari, badan tan harakatlari yosh o'smirlar emas, hatto cho'nglarni hayajonga solmoqda. Her qanday tuhfakor insonlarga o'xshash Ablajonning nurg'unlagan faoliyatlarga va e'lonlarga taklif qiladi. Qudus Xo'jamirov nomidagi respublikalik mamlakatlik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida o'tkazilgan konferensiya rasmiy qiziqarli o'tdi. Ablajon Avut Ayub, Hazrat Ali Muhammad Tursun va san'at kechiligini o'tkazishga mas'ul bo'lgan uyushtiruvchilar konferensiya mehmonlariga bu konsert haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum. Qozog'iston diyaratiga so'yilgan xayrdoshlar, axborot sohasidan kelgan do'stlarimiz. Sizlar bilan ko'rishganligimdan xursandman. 3 yillik aloqalik bo'lsin. Sizlarni uzundan beri kutdik, sizlarni ko'rishni, sizlar bilan yuz-yuz o'tirib naqshlarimizni, usulimizni taqdim etishni uzundan beri kutdik. So'zimizni boshlashdan burun sizlarni ikki ish to'g'rilama kechirim so'rasan deb o'ylayman. Birinchisi, bugun biz kostyum bloklarni qatirib kiyib kelmoqda qolganlar. Kostyumlarni isib qo'yganda qoldi. Biz kostyumni kechiktirmay, bek modika berdik. Kiyimler mesela kalandan mutlaka olmuşuzlar, so'raymiz. İkincisi biz kechikib qoldik chunki biz Olmutaga tunjiqdan kelishimiz bir safardan berishdan burun yo'llarni orlig'ini biz to'g'ri mo'ljal qilmoqlashgan. Biz qaytib bo'limiz, kelib yoki o'zimizni qiyosi bilan amaliy ahvolimiz durust kelmay qoldi. Shuning uchun oldinga kechikib keldik. Shuning chiqishda o'liq eng avval sizlarni kechirim so'rayman, to'g'ri tushunishinglarni, haq bo'lishinglarni kutmayman. Gapni tushunyapsizlar. Спасибо. Bizning Qozog'istondagi xiyonatlarimizga eng oliy ehtirom va chuqur rahmatni bildiraman. Chunki garchi biz tunjiqdan yuz ko'rishimiz bo'lsa-mu, bizning nomlarimizni anglab, naqshlarimizni anglab, har vaqt bizga yaxshi tilaklarni tilab
bizning naqshlarimizni yaxshi ko'rib anglab bizlar uchun tilaklarni yozdirdinglar. Shoir akalarimizni asosiy mening ustozimga asosan yoki mening tilipimga asosan yozib beradi. Ablajon bilan Hazrat Ali o'zlarining bu konsertga qanday tayyorlik qilganligini aytib berdi. Shuning bilan bu kechilikda ko'rmanlarning huzuriga eng yangi naqshlar bilan qatorliq koni suyumlik naqshlar havola qilinmoqchi. Qani o'zinglar ko'rgandek bu konsert bakmu payzi bo'lishiga va'da beryotdi. Ko'rmanlar isil so'g'atlarga muyassar bo'ladi. Lekin eng cho'ng so'g'at bu kechilikda Ablajon bilan Hazrat Alining so'ygu naqshlari bilan tugumas xo'shallik. Assalomu alaykum Ablajon. Va alaykum assalom. Qasdan xush kelibsiz. Rahmat. Qasdan ilk kelgan konsertingiz to'g'risida aytib Bo'ldi biz bu vaqtim Omoqjononim Ablajon naqshchichiligi nomi bilan bu yoqqa yetib keldik. Albatta qarindoshlarimiz bilan ko'rishimiz deb kutayotgan uzun yillar bo'ldi. Biz bu vaqtim Hazrat Ali bilan shu tomoshabinlarimiz uchun xizmat bo'lmoqchi. Biz bu konsertimizda ko'pchilik tanishib bo'lgan Omoqjononim mashrab navosi qatorliq naqshlarimizni tashqari, yana o'zimizning yaqin zamonlarda yurtimizda xalqimiz yaxshi ko'rayotgan, biz o'zimiz yaxshi ko'rayotgan nurg'un naqshlarimizni shu kuni konsertda taqdim etmoqchimiz. Albatta u kungi konsertimizda biz buni uzun vaqtlardan beri kutgan, biz bu back kutdik. Bu konsertimizni back yaxshi qilib sizlar uchun back xizmat bo'lg'imiz bor. Qanday hissiyatlar bo'lyapsiz? Anayet xushal. Bugün bizde Qozog'istonlik qarindoshlarimiz nayet qizg'in qarshi oldi, bag'rini kang qildi, ham illiq qildi. Biz kelgandan keyin qarindoshlarimizni ko'rib xush bo'ldik. Nurg'un do'stlarimiz bo'lgan. Biz burun internetda do'st bo'lgan, shu do'stlarimiz bilan yuz ko'rishdik. Xuddi sizga o'xshash internet do'st bo'lgan, lekin o'zlari ko'rishmagan do'stlarimiz bilan yuz ko'rishib nayet xushal bo'ldik. Ta'sirot pek yaxshi. Kiyimlaringizni kim loyihalaydi? Qanday kiyimlarni tayyorlab keldingiz? Hip hop stylemi, pop stylemi, qanday stylelarda? Bo'ldi. Men kiyim odatda o'zimning kiyimlarga bek alohida ahamiyat bermayman. Ko'pchiliklar yiqib qopdi-da. Bu vaqtimda kiyimlarim asosiysi bizning Jungoda danliq bir loyihaga Uyg'ur yigiti bor, Olim Adil deydigan. Shu yigitimiz Bilamiz. To'g'ri, Olim Adilning bir yirish kiyimlarini albatta bu kiyimlarni ba'zan istab ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ba'zan istab ko'rmagan. Shu Olim Adilning eng yangi kiyimlarini ko'pchilik taqdim etmoqchi. Albatta pop style. Nimda yaxshi. O'zimizning Uyg'urcha yiziqlari, o'zimizning Uyg'urcha naqshlari, o'zimizning milliy alayliklar aks ettirilgan moda kiyimlarni tomoshabinlarga taqdim etmoqchi. Assalomu alaykum Hazrat Ali, Qozog'iston xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Qozog'iston qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mushu konsertga siz qanday nomerlaringizni olib keldingiz, aytsangiz. Men bu vaqtim do'stim Ablajon bilan bu konsertimizga o'zimningki bizning diyorimizda yaxshi ko'rib do'stlarimiz shunday yaxshi ko'rib suyib anglab kelgan naqshlarni birinchi tayyorladim. O'zimningki Ümit Üzmedim deymiz, Ötelemsem men bilan degan naqsham deymiz. O'zimningki bir boy, o'zimningki u yoqda bu yoqda degan o'xshash, o'sha xalq ichiga eng keng tarqalgan o'zimning eng ommabop uslub turib aytgan ommabop uslub naqshlarimdan birinchi tayyorlab keldim. Yaxshi, shunda bir istaydli yasab ekan o'xshaysizlar. Vaqtim tayyorligimiz qil yaxshi. O'zimizning diyorimizda eng moda bo'lgan, ondan mush Qozog'istonda bu yosh do'stlarimiz yaxshi ko'rib anglab kelgan naqshlarimizni hammani vaqtim yig'ib o'zimiz o'zimiz sistemalarimizni ham kuchli holatda tashkillab keldik. Do'stlarimizningki konsertimizni yaxshi ko'rishini umid qilamiz. Yaxshi, biz shu sizlarning yaxshi o'tkazishinglarga ishonchimiz komil. Rahmat sizga. Rahmat. Bu konsert Uyg'ur teatrida 29-30 oktyabrda o'tkazilmoqda. Sizlar bilan bo'lgan Baldun Ömer va Azat Gadayev, alayda Do'palayev News uchun. Bu soğuğu bizge